Assalomu alaykum bizni kuzatib boruvchilar. Bizda xudo xolasa mana issiq kunlarga chiqib olib yana bitta obyekt ish jarayoni. Doimgidek o'sha yumaloq karnizlarimiz. Xudo xolasa любой kelgan odam sразу kiradida darvozaxonaga qaraydi. Albatta darvozaxona chiroyli chiqishi kerak. Qo'ldan kelgancha darvozaxonalarimiz high-tech. Ko'rib bir baho berib qo'yasizlar. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bitirib beryapmiz. Hali ishimiz davomi bor. Bitgandan so'ng qo'yani ham tashlaymiz. İşimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosib, podpiska bosishni ham esdan chiqarmanglar.